Demak, 38-masala so'radingizlar. 39 ni bo'lganda 9 qoldiq chiqadigan sonlar yig'insin toping degan savol ekan. Bobur aka qanday ishlaymiz? Aytayapti, 39 ni deyapti. X songa bo'layapmiz deyapti. Qanday songa bo'layapsiz va qanday sonlarga bo'layapsiz degan savol. 30. X toping deyapti-da bizga. X bitta emas, bir nechta bo'lishi mumkin. Qanday ishlaymiz buni? Kim aytadi? Endi qoldiqli bo'lishning foydasiga ko'ra, Xo'p. bo'linuvchi qoldiqdan katta bo'lishi kerak. Yaxshi, demak x katta 9 dan keyinchi. Ha, 39 x y qo'shilgan 9 ga teng bo'lishi kerak. 9 bu tarafga ayirma qilsak 30 teng x y ga bo'lyaptimi? Demak, ikkita sonning ko'paytmasi 30 ga teng va x 9 dan katta. Demak, nima qilamiz buni? X ni tanlash bilan 10 deb olsak to'g'ri keladi. Chunki 30 ga bo'linadi. Shunda y bizga 3 bo'ladi. Kerak bo'lmasa ham topib qo'yaylik. Yana x o'rniga nima olsak bo'ladi? Ikkita sonning ko'paytmasi 30. 15 bilan y teng 2 olishimiz mumkinmi? Va yana qaysini olishimiz mumkin? X o'rniga 30 ni olishimiz mumkin, y o'rniga 1 ni olishimiz ham mumkin, to'g'rimi? Demak, mana shu holatlardan boshqa holat yo'qmi bizga? Demak, x mana shu 3 ta son bo'lish kerak ekan. Tushundingizmi? 9 dan katta va 30 ga bo'linadigan 3 ta son bor. Demak, mana shu x'lar, ya'ni bo'luvchilar nabarat, bo'luvchilar yig'insin toping degan ekan. Qo'shib chiqamiz. 10 qo'shilgan 15 qo'shilgan 30. Natija necha bo'ladi? 55 degan javob bor, ha? Javob mana shu. Tushunarli? Davom etamiz.